Assalomu alaykum. Hurmatli futbol ishqibozlari. Mana bugun biz Yozyovondagi ishimizni ham yakunlash arafasidamiz. Stadionimiz ochiq bu. Futbol emas. Mini ochiq stadioni. Bo'yi 6 metr. 32 ta firma to'qilgan. Firmalar tikka qilindi. Ya'ni yopiqqa tayyorlab qo'ying. Ertadan yana puli yig'ilib, yopmoqchi bo'lsa ustini bemalol yopish mumkin. Profillarimiz 6 metrli bo'yi bo'lgan setka qilib chiqdik, temir bilan o'rab. 8 ga 6 ichi. Profillar razmeri tashqarisi 8 ga 10. 3 stenkada. Ko'rib turishdan gazonchilar boshlangan. Setkalar bilan tayyorlab, chiroylab qo'ldan kelganicha chiroylab qo'ydik. Agar stadion qurdiradigan futbolga qiziqadigan insonlar bo'lsa yoki firmachi akalar bo'lsa telefon qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab qurib beramiz.